Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, bugungi suhbatimizda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining Al-Jami'us Sahih hadis to'plamlaridan tahorat kitobi 144-hadis bilan tanishib o'tamiz. Bu alohida bir bob bilan keltiriladi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil minna ila al-imam amiril mu'minin fil hadis Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا. Bu bob g'oit paytida, ya'ni katta hojat paytida yoki peshob chiqarishlik paytida qiblaga yuzlanmaslik, magaram bir binoda bo'lsa yoki devor shunga o'xshagan narsalar bo'lsa yuzlanish mumkin ekanligi to'g'risidagi bob. Bu hadisni Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: agar sizlardan biringiz g'oitga kelsa, g'oitdan murod o'sha hojat qiladigan joy. G'oitga kelgan paytda qiblaga yuzlanmasin va ortini ham qiblaga qilmasin, balki sharqqa yoki g'arb tomonga qilsin deganlar. Demak, bu hadisda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hojatni odoblaridan birini bayon qiladilar. Demak, hojatxonaga borgan odam qiblaga ham yuzlanib turmasin yoki ortini ham qiblaga o'girib turmasligi kerak. Chunki bu makruhu tahrimiy amallar sarasiga kiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisning oxirida sharriqu aw g'arribu, ya'ni sharqqa qaranglar, yuzlaninglar yoki g'arbga yuzlaninglar deganlar. Nima uchun? Chunki Madina Munavvarada qibla janub tomonda bo'lgan. Janub tomonga qarasa qiblaga yuzlangan bo'lgan. Agar shimol tomonga yuzlansa esa orti qibla tomonga bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sharqqa yoki g'arbga qarab o'tiringlar deganlar. Bu bobni Imom Buxoriy rahmatullohi alayh shundoq nomladilarki, demak inson katta hojat uchun borsa yoki peshob chiqarishlik uchun borsa, qiblaga yuzlanmaydi. Ya'ni qiblaga yuzlanmasin. Magaram bir bino bo'lsa yoki devor bo'lsa, uni mustasnoligi bu bobda zikr qilindi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhni o'zlarini tutgan yo'llari shu bo'lgan. Ya'niki bir devor bo'lsa yoki birorta to'siq bo'lsa, yuzlansa yoki orqasini o'girsa bo'laveradi degan so'z. Bu Imom Buxoriy rahmatullohi alayhni o'zlarini yo'llari. Shofiiylar, Molikiylar ham shunga yuradi, lekin bizning Hanafiy mazhab ulamolari devor bo'lsa ham, birorta to'siq bo'lsa ham qiblaga yuzlanish yoki ortini qiblaga qarab turishlik hojat paytida makruh deydi. Aynan mana shu hadis bizni Hanafiy mazhab ulamolariga dalil bo'ladi. Nima uchun desa, hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mutlaq keltirdi, qaydlamadilar. Bir ochiqlikda bo'lsalaring demadilar. Yoki devor bo'lsa mustasnoligini payg'ambar alayhisolatu vasallam keltirmadilar. Mutlaq kelganligi uchun mana shu hadis aynan Hanafiy mazhabiga dalil bo'ladi. Endi mana shu joyda g'oit degan so'z bor. G'oit deb o'zi ochiqlik, fazoga lug'at jihatidan aytiladi. Lug'atda g'oit degani bir ochiqlik, kenglik, nishab joyini ham aytiladi.
Mana shu lug'atdan kelib chiqib, to'siq bo'lsa, bu ochiqlikda bo'lsa qiblaga yuzlanib yoki ortini qiblaga qilib bo'lmaydi degan ma'no aytilgan. Lekin g'oibni urfiy bir ma'nosi ham bor. Urfimizda g'oib degani umumiy tarzda bir inson hojat qiladigan joyini aytiladi. Bizning mazhab ulamolari aytadilarki, inson hojat paytida qiblaga yuzlanmaslik va ortini o'girmasligi kerak.